Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun biz yana bir fayzli xonadon mehmonimiz Uzun tumanida Davr to'yxonasiga xizmatga kelganmiz. Qolaversa bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Osila opam Rahimovani shogirdlari Sitoraxon Orifova bilan bugun xizmatdamiz. Jonli ijrolarda, qo'llarida torlar bilan ellik xalqning nazariga tushgan xushovoz san'atkor Behruzjon bilan bugun xizmatdamiz. Marhamat. Azizlar, bugun Surxondaryo viloyati Uzun tumani Davr to'yxonasida yaxshi bir insonning yaxshi kunida xizmatdamiz. Hamma xonadonda to'ylar bo'lsin, san'atkorning eng yaxshi niyati har bir xonadonga yaxshi kunga borib xizmat qilsak deydi. Yana bir gap, kirib kelayotgan mustaqillik bayramida ham barchangizni chin qalbimdan tabriklayman. Tinch yurtga mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar yarashadi, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, hamma xonadonda to'ylar bo'lsin ilohim. O'zbekimni xonadonida har doim to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar. Sizning ham ishlaringizga omad tilaymiz. El nazaridan qoling. Sitora opa, rahmat. Sog' bo'ling. Otamni olshim singlimning solinchi mehrimni eng tashna ilinchi onamning poyiga arg'izmas mehrimni eng tashna ilinchi onamning poyiga Ağrınsam buradan al yemegen can tutup bir barmak demegen kim beni için sevip sevmegen anamning poyiga zimamı
xonadon sohiblariga Tursun akamiz, Malika opamizga bugun yaxshi kunlar, to'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarga ham chin qalbdan baxt tilaymiz. Shu xonadonni hurmat qilib kelgan davramizdagi barcha aziz insonlarni, xonadonlarga ham Alloh mana shunday yaxshi kunlarni, to'ylarni nasib ro'z aylasin. Kelin-kuyovlarga baxt tilagan holda o'zbegimizning go'zal urf-odatlariga ko'ra kelin salomimizni boshlaymiz azizlar. Kelin-kuyovlar baxtli bo'lsin. Kuyov bola 1 daqiqa tanaffussizga dam olib olasiz. Biz esa kelin salomimizni boshlaymiz. To'ylar muborak bo'lsin azizlar. Kelin-kuyovlarimiz baxtli bo'lsin ilohim. Davramizda turgan xudo xolalar, ammajon, xolajonlar, barcha qo'ni qo'shni mehmonlarni sarbalardan bitta davramizga taklif etamiz azizlar. Salom salom yar yar, sizga salom yar yar, salom salom yar yar,
Mana boshida aytib o'tdik. O'zbekistonda, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Hosilaxonim Rahimovani shogirdlari qolaversa 5-6-7 iyul kunlari konsertlarida borib bevosita ishtirok etib, chiroyli ijrolar qilgan ajoyib xushovoz Hofiza opamiz Sitoraxon Oripovani davramiz sahnasiga chorlaymiz. Marhamat. Xush kelibsizlar. Bugungi yaxshi kunlar, fayz oqshom to'ylar xonadon sohiblariga muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarimiz baxtli bo'lsin. Barcha mehmonlarga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtahot tilaymiz. Bugungi yaxshi niyatlar kelin-kuyovlarimiz uchun sizlar izzatda, bizlar sizlar uchun xizmatdamiz, qo'shiqlarimiz sizlar uchun azizlar. Ma'rifamiz qo'shiladi. Oshimda boshpana o'tov, nechami yossana o'tov. Oshimda boshpana o'tov, nechami yossana o'tov. Men qayda bo'lsam o'tovman, sen ham shu joyda o'tov. Men qayda bo'lsam o'tovman, sen ham shu joyda o'tov. Osmonni ochiq samuri yo'q, cho'ki va burchagi to'ri yo'q. Aylanib sandalik o'tada, baxshidan uzoq yo'q. Orzida yangragan bir kuysa, eng qadim dostonga teng qo'ysa, mehrning cho'g'ida yashnagan, onaning bag'rida kenglisan. Mehrning cho'g'ida yashnagan, onaning bag'rida kenglisan. Boshimda boshpana o'tov, nechami yossana o'tov. Boshimda boshpana o'tov, nechami yossana o'tov. Men qayda bo'lsam o'tovman, sen ham shu joyda o'tov. Men qayda bo'lsam o'tovman, sen ham shu joyda o'tov. Osmonlarga vaqtim tirnab ezildi, turnalarga qarab ko'nglim ezildi, turnalarga qarab sizni eslasam alaylab bo'lmagan umrim ezildi.
deyishyapti. Shuning uchun aziz ota-onalarimizdan iltimos qilamiz, shu kelin-kuyovlarimizni oldiga chiroyli raqs qilib berasiz. Sitoraxon Orifovadan ota-onalarimiz uchun chiroyli ijrolarni so'raymiz. Marhamat. Albatta, to'y sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin. Ilohim mana shu bir dona yagonangiz Javohirjonni rohatini ko'ringizlar. Kelin-kuyovlar baxtli bo'lsin. Ilohim kelasi mana shu paytda farzandlarini haqiqiy to'ylarida ham mana shu chiroyli dasturxon bilan barcha qavmi qarindosh, yaqin do'stlar kam bo'lmasdan chiroyli dasturxon bo'lib to'ylar bo'lsin. Bizga ham mana shunday yaxshi kunlar nasib qilsin. Hoji ona bo'lishingni, Alloh hoji ota bo'lishini nasib aylasin. Ana endi azizlar, to'y sohiblaridan barcha yaqin insonlarni raqsga taklif etamiz. Davronni boshlab berasizlar. Ustozimizni qo'shiqlari bilan davramizni Yeah.
shu kuz keladi labi bog' yuzlari qirmiz keladi yıldız gözüm bir yan yo'lama bacalıklı aydan rengli boyanana gece gündüz gözüm bir yan yo'lama bacalıklı aydan rengli boyanana finalarni qo'yib mutluluğuna qo'limni davladan shu kuz keladi finalarni qo'yib mutluluğuna qalbimni davladan shu kuz keladi sochlarimni yog'ib shu kuz keladi bog' yuzlari qirmiz keladi Qo'shnimdan ishda yetdan o'lyapti yurakdan urib kirdi qop adetda ko'chamni changitib o'tib kirdi voy ishda yetdan o'lyapti yurakdan urib kirdi qop adetda ko'chamni changitib o'tib kirdi mahallada gap so'z ko'p ko'rishamiz biz kunda ishda yetdan o'lyapti yurakdan urib kirdi qop adetda ko'chamni changitib o'tib kirdi voy ishda yetdan o'lyapti yurakdan urib kirdi qop adetda ko'chamni changitib o'tib kirdi
ijroda. Marhamat. Azizlar, yana bir bor bugungi yaxshi kunlar, to'ylar muborak bo'lsin xonadon sahifalariga. Ana shu kuyovlarimizni, onajonlarni qolaversa kelin poshoni ikkala xudoxonalarni ham davramizga taklif etsam. Ikkala onajonlarimiz kelasizlar, Malika opa. Kelinimizni, kuyovlarimizni onajonlari keling davramizga. To'ylar muborak bo'lsin ilohim. Bitta chiroyli niyat qilgan bo'lsangiz kerak, chunki shu davramizda har bir ona borki, shu yaxshi niyat bilan farzand o'stirib, el oldiga chiroyli dasturxon yozib, to'ylar berib, yaxshi kelinlar olsam deb niyat qiladi. Shu farzandlarni to'ylarda bir ochilib o'ynayman degan niyat bo'lganmi? Bo'lgan-a? Baxtlimisiz onajon? Rahmon baxtingizga ko'z tegmasin. Mana shu buvam bilan qo'sha qilib farzandlarni rohatini ko'ring. Keling onajon. Sizga ham bugungi yaxshi kunlar, to'ylar muborak bo'lsin. Kuyov bola, yangi farzand, o'g'il farzand muborak bo'lsin Malika opamizga. Qiz farzandlar muborak bo'lsin. Javohirbek, siz baxtli insonsiz. Chunki sizni dunyoga keltirgan aziz onajoningiz qolaversa, hamisha sizni duo qilib, orqangizda qo'llab-quvvatlab turadigan tog'ingiz bor. Ota-onani begonasi bo'lmaydi azizlar. Barchamizni baxtimizga farzandlarimiz baxtiga onajonlar, otajonlarimiz omon bo'lsin. Ana endi azizlar, ikkala xudoxonalarimizni, qolaversa davramizdagi go'zal onajonlarimizni birgalikda qo'shiqlarga raqsga taklif etamiz. Shu Javohirjonga alla aytganmisiz? Albatta, hamma onalarimiz alla aytishadi. Javohirjon, agar ijozat bersangiz, siz uchun chiroyli qo'shig'imiz bor onalarimiz haqida. Lekin o'sha onajonlar bilan dadajonlar chiroyli o'ynab berasiz birgalikda, maylimi? Chunki bugun niyat qilgan onajonimiz sizni to'yingizda o'ynayman deb. Qani buvamiz, keling kuyov bolamizning dadajonlari Xudo xola bilan birgalikda chiroyli raqslar qilsak, to'ylar muborak bo'lsin to'y sohiblariga. Buvamizni ham raqsga taklif etamiz, onajonimiz bilan birgalikda. Kelinkolar baxtli bo'lsin. Barcha alla aytgan onajonlarimizni davramizga raqsga taklif etamiz to'y sohiblari bilan. Yüzden bu yaş, yüzden ay
oldiga erta tongdan chiroyli dasturxon yog'salar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Mana shunday chiroyli sharoitlarni yaratgan Davr to'yxonasi hamda xodimlariga, oshpaz akalarimiz, davramizni olib borgan Davron akamiz, Behruzjon ukamiz, barcha sozandalarga tashakkur deymiz. Marhamat rais buva. Rahmat. Bugun mana davramiz ajoyib chiroyli davom etdi. Qolaversa bugun Sitora opa, Orifova, bugungi mehmonlarimiz, qolaversa to'y sohibini do'stlari, Hosila opamni shogirdlari kelgan ekan. Bos qamchi bosni bitta aytib bersa biz raqsga tushsak deb turibdi. Shu oxiriga bo'lsa ham shu ustozni qo'shig'ini aytib berasiz. Albatta bir juft qo'shiqlarimiz mana shu xizmatda bo'lgan buvajonlari, barcha mehmonlar uchun to'ylar muborak bo'lsin. Yakuniy qo'shiqlarimiz sizlar uchun azizlar. Bir qo'shiqlarimiz talalarga bino. Shunga shunga jur'at. Ana shunday ham chiqarib usti qilmaganda. Kesh harakat qiladi. Uzun tumanida to'yda edik. Mana xudo xolasa. Jigitlar bilan rais va boshchiligida sekin Qanday qilish kerak? Aksham yesang bo'ladi endi mayli. So'ng ikkita yo'lga qo'yinglar. hammaga yoqimli taqa. Rahmat.